Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Ben Abdullah Yılğun. Hörmətli televizor görüşlər, aldığım biz diqqətinizə bu hafta huzuruna sunmaqçı olan xəbərlərimizin əsas məzmununu tanışdırırıq. Diqqətinizdə Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətində aylıq söhbət yığını ötküzüldü. Bu haftaki xəbərimiz oldu. Şundaqla Bengalda İslam cəmiyyətinin rəhbəri Mutiur Rahman Nizami'nin haqsızlıq bilan ölüm cəzasına uçurğanlığı və cəzasının icra qılınğanlığı haqqında xəbərimiz oldu. Afsuski Türkiyədən başqa heç qandaq bir İslam dövləti bu haqda heç qandaq bir itirazını bildirmedi. Şundaqla Amerika hərbi paraxodunun 3-cü qatım Xitay igilik huquqi dava qılıb atqan Ferry Cross adlı ətrafında çarlaşı ilə barğanlığı və Xitayның bunun qarda narazılıq bildirgənliyi haqqında xəbərimiz. Bu və bunun başqa xəbərlərimiz diqqətinizdə oldu. Diqqətinizlər ekranımızda olsun. Maarif cəmiyyətində aylıq söhbət yığını ötküzüldü. Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin mərkəzində hər ayda ötküzülüb kelayotqan aylıq uçuruşuş və söhbət yığını ötküzüldü. Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin mərkəzində hər ayda ötküzülüb kelayotqan aylıq uçuruşuş və söhbət fəaliyyəti davamlaşmaqda. 5-ci aylıq söhbət cümə günü kech cəmiyyətin mərkəzindəki yığın zalında ötküzüldü. Söhbətə cəmiyyət əzaları və İstanbulda muhacirət yaşayotqan koni yanı gələn Uyğurlardan olub 100 kişi iştirak qıldı. Söhbət Qur'an tilaveti bilan başlandı. Arqadan İstanbulda yaşayotqan dini alim İbrahim Damollam söz qildi. U dünya musulmonlari cümleden Uyg'urlar duch kelayotgan masalalar ustida o'z ko'z qarashlarini bayon qildi va bu masalalarning sababi o'zimizda saqlangan masalalar haqida Qur'oni Karim oyatlari va hadis shariflar asosida mulohiza ilib bordi. İbrahim Damollam insoniyat 21-asrga qadam qo'ygan bir davrda Uyg'urlarning inson tasavvur qilolmaydigan zulmlar ostida yashayotganligini o'tirg'i qo'ydi. U yo'liqqan har qanday masalalarning sababi hal choralarini faqat mutlaq qudrat egasi bo'lgan Alloh taolaning kalomiga murojaat qilish orqali topqili bo'lganligini ta'kidladi. U Alloh taolo musulmonlarni ilgari aziz o'tgan va keyin la'natga uchragan ahli kitoblarga o'xshab qolmaslik va xorliqqa duchor bo'lmaslik uchun ogohlantirgan ishlarning bugun musulmonlar orasida sodir bo'layotganligini bayon qilib o'tdi. İbrahim Damollam Uyg'urlarning uchrayotgan shuncha zulm va besimlarga parvo qilmasdan, ular ustida o'ylanmasdan yashayotgan muhojiratdagi qarindoshlarining o'z mas'uliyatlarini tonishi lozimligini ta'kidladi. Oxirida o'pchi duo qilish bilan faoliyat oxirlashdi. Faoliyatning tafsilotini to'rimizdan ko'rib olasizlar. Aziz qarindoshlarimiz, biz madamiki bir Uyg'ur millati bo'lish sifatimiz bilan, Uyg'ur millati musulmon bir millat bo'lish sifatimiz bilan hemimizin jirikini, kallasını miciklayatkan bu sualga maddi ve manevi cihette cevap tapımız değilkenimiz ilahi kelamga müracaat etmemiz lazım. Bu şunda bir kisel ki, bu şunda bir bakteriyalı kisel ki, enin aldığını dünyaya kandak bir şifahaneye basınız, kandak bir doktorhaneye basınız, o doktor enin adını alamaydıgan keseldir. Fakat Allah enin adını alaydıgan, Allah'ın şifahanesi enin adını alaydıgan keseldir. Xitay Avatda qizil təşviqatçı motosiklet yasab çıxdı. Xitay dairələri Avat nahiyəsinin Bəşəriq bazarında dehqonlarga qizil təşviqat motosikleti haydətgan və atalmış Millatlar İttifaqlığı təşviqatı elib barğan. Tangritaq to'rining xabar qilishicha 7 may Avat nahiyəsinin Bəşəriq bazarida 1000 dona 3 choqliq motosiklet bazar tavasidagi hamma kentga berib, atalmış Millatlar İttifaqlığı təşviqatı elib barğan. Bu atalmış qizil təşviqat motosikletiga Xitoy bayrog'i qadalgan bo'lib, bir tarafiga Xitoy kartovaşlarının rasmi, yana bir tarafiga qizil təşviqat shuarlari yozilgan. Xabarda aytilishicha 18 aprel Avat nahiyasi Millatlar İttifaqlığı taraqqiyot yili yig'ini ochgan. Bu yig'inga qatnashgan dehqon partiya a'zosi Temur Qodir yig'indan keyin mushundaq motosiklet yasash xiyoliga kelgan. Keyin Xitoy doiralari bu xil motosikletni 1000 ga yetkazgan. Har bozor kunlari bu motosikletlar qizil təşviqat elib berishga selingan. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonda har kuni yangi hili nayranglarni o'ylab chiqib, Uyg'urlarga bo'lgan moddiy va ma'naviy zulmni kuchaytmoqda. Sharq Turkistonda bo'libmi janubdagi rayonlarda dehqonlarning har xil hashar siyosiy o'ginishlarga band qilinganligi hammaga ma'lum.
Xitoy ishg'olchilari buningga rozi bo'lmay, xalqning vaqtini butunlay kontrol qilib, o'zlari haqida o'ylanishga, o'z ishlarini qilishga vaqt bermaslikka urinib keldi. Hozir dal etiz ishlari boshlanib bo'lgan, dehqonlar aldirash bo'ldigan bir mezgil. Nomratlikdan qutuldirish shuarini cho'ng to'layotgan Xitoy tajovuzchilari mushundoq oyig'i yo'q siyosiy hasharlar bilan Uyg'ur dehqonlarini moddiy jihatdan emas, ma'naviy jihatdan gadaylashtirmoqda. Türk matbuotlarida Sharqi Turkistonning yangi vaziyati. Turkiya taratqullari Sharqi Turkistonning yaqindan buyangi vaziyatiga o'rin berdi. Turkiyadagi nupuzli gazetlardan biri bo'lgan Xabar Turkning to'r sahifasida 6-may diniy film ko'rganligi uchun tutib ketildi mavzuliq bir xabar berildi. Xabarning qo'shimcha mavzusida Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmi eshivatidi deyilgan. Xabarda Sharqi Turkistonning Aqsu viloyatida bir oiladan 5 kishining Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam va sahobalarining Makkadan Madinaga hijrat qilish tunishtirilgan bir filmni ko'rganligi uchun diniy film ko'rish jinoyati bilan tutib ketilganligi, ulardan birining 7 yillik kesilganligi bayon qilingan. Bu xabar dastlabda Erkin Osiyo radiosining Uyg'urcha to'rida oshkorlangan edi. Turkiyaning yeni Akit gazetida Xitoyning Tingshun to'ridan naql qilinib, 6 oyda nikoh o'qishning cheklanganligi haqida xabarlarga o'rin bergan. Mazkur gazetning to'r sahifasida 5-may kommunist Xitoy hokimiyati Sharqi Turkistonda musulmonlarni nishonga elishni davomlashtirmoqda mavzuli xabar berilgan. Xabarda yuqorida tilga ilingan diniy film dilosi bayon qilingan va mundoq deyilgan. Yarim asrda 30 milliondan ortiq musulmonni o'ldirgan va hozir 300 mingdan ortiq musulmon qamoqda turayotgan Sharqi Turkistonda Xitoy bu qatim diniy film ko'rgan musulmonni tutib ketdi. Isloh xabar to'rbetida bo'lsa 1-may kunida Sharqi Turkistonning Qashqar viloyatida Uyg'ur musulmonlarining bayram nomida haraq ichishga tashkillanganligi xabar qilingan. İstanbul'dan Sharqi Turkiston temasida yig'in ochildi. 12-may İstanbul shahar universitetida eng ko'p zulmga uchragan Sharqi Turkiston temasida doklad berish yig'ini ochildi. 12-may İstanbul shahar universitetida eng ko'p zulmga uchragan Sharqi Turkiston temasida doklad berish yig'ini ochildi. Yig'inni mazkur universitetning yosh doktorlar klubi o'rinlashtirgan bo'lib, Sharqi Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon taklif bilan qatnashib, Sharqi Turkistonning vaziyati haqida doklad berdi. Abdulahad Abdurahmon afandining bildirishicha, IHH insonparvarlik yordam vaqfining muavin boshlig'i Said Damirmo yig'iniga qatnashib so'z qilgan. Said Damir dunyoda eng ko'p zulmga uchrayotganlarning Bermadagi Arakan musulmonlari va Sharqi Turkistonlik musulmonlar ekanligini va bu ikkilisining orqasida Xitoy borligini bildirgan hamda buning sabablari haqida ko'z qarashlarini bayon qilgan. Abdulahad Abdurahmon asosligi ishg'olchi Xitoy Sharqi Turkistonda yurgizayotgan besim siyosatlari, diniy cheklamalar, milliy va madaniyat jihatdagi assimilyatsiya siyosatlari haqida to'xtalgan. Yig'in oxirida ikkilangan hadiya taqdim qilingan va ularning sharafiga tamoq ziyofati berilgan. Turkiyada oliy maktablarda o'tkazilgan bu xil yig'in suhbatlar Sharqi Turkiston davosini tunishtirishdagi eng yaxshi fursatlarning biri hisoblandi. Xitoy janubda qo'sh til ma'arifi 66% umumlashganligini bildirdi. Xitoy Uyg'urlarning kuchlik noroziligiga uchrayotgan atalmish qo'sh til ma'arifining Sharqi Turkistonning janubida 66% umumlashganligini e'lon qildi. Xitoy Xinhua to'rining 10-may xabar qilishicha, Sharqi Turkistonning janubida qo'sh til ma'arifining umumlashish nisbati 66% ga yetgan. Yasli boshlang'ich va o'rta maktablardan bo'lib 1,270,000 mingga yaqin osonliq millat o'quvchiga qo'sh til ma'arifi umumlashtirilgan. Ma'arif nazorati doiralarining bildirishicha, janubdagi Qashqar, Xotan, Qizilsuv va Oqsuvdan iborat 4 viloyat oblastning atalmish qo'sh til ma'arifini taraqqiy qildirish uchun yaqinqi yillardan buyon mablag' va odam kuchi ko'paytirilgan. O'tgan yilning oxirigacha bu rayonlarda qo'sh til umumlashish nisbati 66% ga, o'quvchi soni 1,266,000 mingga yetgan. Xabarda aytilishicha, janubda asosan o'qish yoshidan burun 2 yillik qo'sh til ma'arifi umumlashgan. O'tgan yilning oxirigacha janubda qurilgan qo'sh tillik yasli 1700 dan oshgan. Yasliga kirgan o'smirlarning soni 350 mingga yetgan. Xitoy Sharqi Turkiston yo'li qo'yayotgan atalmish qo'sh til ma'arifi Uyg'ur ziyolilar va kuzatuvchilar eng andish qilayotgan va ayblayotgan masalalarning biri. Xitoyning qo'sh til nomida assimilyatsiya siyosati yurgizayotganligi haqidagi munozirlar ko'paymoqda. Türk siyasi tarixida yerlik ve milli irade yığınıga Uygurlar mı qatnaşdı?
Türkiye Yerlik Düşünce Cemiyeti tarafından o'rinlashtirilgan bu yig'inga Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan ve köp sanda devlet erbapları qatnaşdı. Türkiye Yerlik Düşünce Cemiyeti tarafından o'rinlashtirilgan Türk siyasi tarixida yerlik ve milli irade temasidagi yig'in 12 may tushdan burun Ankara Savdogarlar Birlashmasining yig'in zalida o'tkazildi. Faaliyetga Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur Reis Baş Maslahatchisi Yalçın Topçu ve köp sanda devlet erbapları, ommaviy tashkilotlarning vakillari ishtirok qildi. Uningdan boshqa dunyoning har qaysi joylaridan kelgan millatlarning vakillari qatnashdi. Turkiyadagi Uyg'urlardan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Seyit Tumturk, Ankara Universitetining o'qituvchisi Dotsent doktor Erkin Ahmad va Uyg'ur ziyoli Mirkamiljon Qashqari qatorliqlar faoliyatga ishtirok qildi. Yig'inda so'z qilgan Turkiya Cumhuriyeti Raisi Erdoğan, Türkiye'nin Suriye, Irak ve Türkistanlık mazlumlarga quchoq ochayotganligini tilga oldi. Zor günlerinde en küçük bir tereddüde dahi kapılmadan Suriye'deki, Irak'taki, Karabağ'daki, Kırım'daki, Türkistan'daki kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Bunun için hiç çekinmeden, hiç geri adım atmadan dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Bütün dünya mazlumlarga quchoq ochish uchun tirishayotganligini bildirib, agar mazlumlarning haqqini qo'g'damasak, bu millat, bu ümmet ustidagi haqqimizni ado qilmagan bo'lamiz dedi. Evet. Biz de diyoruz ki eğer mazlumların hakkını savunmazsak bu millet, bu ümmet bize hakkını helal etmez. Bengalda İslam cemaatinin rehberi Mutiur Rahman Nizami öldürüldü. Bengalda hükümet tarafından uruş cinayeti bilen ayıplanıp sotqa tartılgan Öktici Partiya Cemaati İslami'nin rehberi Mutiur Rahman Nizami'ga ölüm cezası icra kılındı. Nizami'nin çoğun oğlu Naqibur Rahman Bangladesh hükümet tarafından tasdiqlangan uruş cinayetleri mahkemesi sotlangan atısının ölüm cezasının icra kılınganlığını cemaatçilikka aşkarladı. O cemaati İslam, yani İslam cemaati a'zolarini so'g'oqqan bo'lishga chaqirgan holda, oila a'zolari bo'lish sifatimiz bilan mustahkam turishga va kuchlik bo'lishga tirishimiz. Sabr qilishdan boshqa choramiz yo'q. Otamizning shahid bo'lganligiga ishonamiz. U ko'rsatib bergan yo'lni bo'ylab mangamiz. Butkul musulmonlardan otam uchun duo qilishini so'rayman dedi. 1971-yili Cemaati İslami yoshlar qanatining rahbari bo'lib vazifa o'tayotgan mezgilida yuz bergan mustaqillik urushi asnosida Pakistan armiyasini qo'llab-quvvatlaganligi ilgari surilgan Nizami, Pakistan armiyasi bilan hamkorlik o'rnatish va fuqarolarga qarshi harakatlarga ishtirok qilish qatorliq 16 turlik jinoyat bilan ayblanib sotlangan edi. Nizami 2014-yili o'lim jazosiga hukm qilingandan keyin yuqori sudga norozilik ariza sungan. Ammo 2016-yili 6-yanvarda yuqori sud urush jinoyatlari mahkamasining qarorini o'rinliq deb hukm chiqargan edi. Cemaati İslami rahbarlardan Abdulqadir Molla, Muhammed Qamaruz Zaman ve Ali İhsan Mujahidmu mazkur urush jinoyatlari mahkamasi tarafidan o'limga hukm qilinib, jazolari ijro qilingan edi. 12 may Ankara'da ochilgan Türk siyasi tarixida yerlik ve milli irade yig'inida so'z qilgan Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Bengalda hokimiyat tarafidan o'ldirilgan islom jamoatining rahbari Mutiur Rahmanning o'limiga bo'lgan qayg'usini ifodaladi va Bengal hukumatini kuchlik aybladi. Erdoğan bu sebeplik Türkiye'nin Bengal poytaxti Dakka'daki baş elçisini qaytarib kelganligini aytdi. Tungan musulmonlarga qaratilgan cheklama munozara qo'zg'adi. Xitoy Tungan musulmonlarga qarata diniy cheklama chiqarib, islomdan qo'rqish kasalini yana isbotladi. Yaqinda bir Tungan qiz o'smirning Qur'on o'qigan ko'rinishi to'rda tarqalgandan keyin Xitoyning Gansu o'lkalik ma'arif nazorati o'ttirg'a chiqib, ma'arif tarmoqlaridan har xil diniy faoliyatlarning maktablarga kirishini man'iy qilishni talab qildi. Bu Xitoyning Tungan musulmonlarga qarata diniy cheklama yurgizganligi sifatida munozara keltirib chiqardi. Egilincha filmda tortilgan o'rin, vaqt va o'smir qizning salohiyati haqida izohat berilmagan. Lekin bu film tarqalgandan keyin Xitoylarning andishisini qo'zg'agan. Bundan burun Ningxia avtonom rayonining sekretari Li Jianhua 28 aprel bozorlarda musulmoncha belgilar umumlashish yuzlanishiga qarata inkos qaytargan. U bozorda musulmoncha suv, musulmoncha tish pastasi, musulmoncha girim buyumi qatorliqlarning orqa-orqadan o'tirg'i chiqayotganligini tilga olgan va davlat bexatarligini qo'g'dash nuqtasidan hushyorlikni oshirishni talab qilgan. Ningxia nufusining 3dan 1 qismi tunganlar ekan. Xitoy diniy ishlar idorasining sobiq boshlig'i Yi Xiaowen Yarshari vaqt kezida maxsus maqola e'lon qilib,
yasli bolalarga Qur'on o'qitish va musulmoncha belgilarining ko'payishi qatorliqlar aniqli islomni kengaytirdi. İslamның kengayishining orqasida hamon oshqulluq bor degan. Amerikadagi Xitoy professor Ma Haiyunning qarashicha, Xitoy amaldorlarining islomga tutgan muomalasi amaliyotda Xitoyda munozara qilinayotgan ikkinchi avlod millatlar siyosatining diniy shaklda tilga ilinishi ekan. İkinci avlod millatlar siyosatini o'tirg'a qo'yuvchilar Junxo millati qarashini yetildirib, Xitoy va osonliq millatlar orasidagi farqni kichikiltib, osonliq millatlarga berilgan alohida huquqlarni milliy territoriyalik avtonomiya tuzumini amaldan qoldirishni tashabbus qildi ekan. Har qaysi axborot vositalarida Xitoyning tunganlarga erkin qo'yib berib kelgan diniy kontrolligini kuchaytirish yuzlanishida bo'layotganligi ilgari surildi. Erdoğan Yevropani tanqid qildi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Savdo Sanoatchilar Birligining murosimida so'z qilganda, viza kelishimi, ko'chmanlar, prezidentlik tuzumi va terrorlikqa qarshi kurash ustida to'xtaldi va Yevropani tanqid qildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Yevropa ittifoqining ko'chmanlar uchun beradigan yordamlar ustida to'xtalib mundaq dedi. Texchi plan loyiha avatinglar sizlarga pul avatayli deyotdi. Bu xalqning izzat obro'yi bilan o'ynashganlik. Sizlarning izzat obro'yimiz bilan o'ynashishinglarga yo'l qo'ymaymiz. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Savdo Sanoatchilar Birligining Qo'shkazak binosida o'tkazilgan 72-chi qatimliq umumiy kengash xizmat sharaf kenashkisi va lavha tarqatish murosimiga qatnashdi. U Turkiyaning iqtisodda hech qanday krizisga duch kelmaganligini, ammo mavjud ahvoldan qanoat qilmaslik kerakligini, pul muomala va bankchilik sohasining korxonachilarning yo'lini echishi lozimligini ta'kidladi. U Turkiyaning ko'chmanlar uchun har turli yordamlarni qilayotganligini bildirdi. U Turkiyada hozir 25 musofirlar lagerining borligini, 3 million musofirga xalqning egi chiqayotganligini, Yevropa ittifoqi har yili 3 milliard yevro yordam qilish va'dasini bergan bo'lsa-mu, hozirgacha go'llash taktikasini qo'llanayotganligini eskartdi. U Yevropa ittifoqi bilan vizni amaldan qoldirish to'g'risida tuzilgan kelishim ustida to'xtaldi. U umid qilamanki, burun bergan va'dasida turar va eng kechikkanda oktyabr oyida bu ishni tugatar. Hozir tugatsa xayrlik bo'lsin deymiz. Biz bugungacha yo'limizni viza bilan davomlashtirmadik. Yo'limizni o'xshash usulda davomlashtiraveramiz. Bak ko'ptirib o'tishga kerak yo'q. Bularning hammasining bir chiqish yo'li bor. Tik turimiz, hargizmo egilmaymiz dedi. U yangi asosiy qonun to'g'risida to'xtalganda, ega bo'lgan kuchlik aslihalarimizni muvofiq bo'lgan programmalar bilan texmi yaxshilab, ish unumimizni qatma-qat oshirish yo'lini tutishimiz lozim. Yangi asosiy qonun va prezidentlik tuzumiga bu tushuncha bilan qarashimiz kerak. Hech kimning Turkiyani ko'ktatlar bilan farz tutishga mahkum qilingan yo'lboslar davlatiga aylantirishiga haqqi yo'q dedi. Erdo'g'anning pozitsiyasi Yevropani qaroridan voz kechtirdi. Yevropa Komiteti tarafidan e'lon qilingan bayonotda Anqaraning terror atalg'usini ko'zdan kechirmasligining Yevropa ittifoqi bilan Turkiya o'rtasida tuzilgan musofirlar kelishimining bekor qilinishiga sabab bo'lmaydiganligini bildirdi. Yevropa Komitetining bayonotchisi Margaritis Sichinas Brüsselning Turkiya fuqarolariga Schengen rayonida vizasiz sayohat qilishi nishon qilingan faoliyatlarning izchil davomlashayotganligini aytdi. Biz konteyner kentleri kurmuşuz. Çadır kentlerini kurmuşuz. Bunlar bize hala proje gönderin, size para gönderelim diyor. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir milletin asaletiyle adeta dalga geçmektir. Biz bu asaletimizle size dalga geçirtmeyeceğiz. G20'de ben bunlarla konuştum ve kendilerine orada dedim ki, bakın biz ihaneyle bunu yapmıyoruz. Sizden lütuf da istemiyoruz. Biz bugüne kadar sizden para gelecek diye bu adımları atmadık ki. Biz bu işe başladık. Niye? İnsani ve vicdani bir görevdi bu. Onun için başladık. 6 yıldır da bu işi biz götürüyoruz. 10 milyar dolara aşkın sadece faturalı harcamamız var. Angliya ayol podshohi Xitoy amaldorlarining adabsizligidan og'rindi. Angliya muhofizat kesining xabar qilishicha, Xi Jinping tilga olgan Angliya va Xitoy munosabatidagi oltin davr yaqinqi bir necha oyda xunuklashishga boshlagan. Angliya taratqullarining 11-may xabar qilishicha, Angliya ayol podshohi Xi Jinpingning o'tgan yili Angliyani ziyorat qilish jarayonida Xitoy amaldorlarining Angliya bosh elchisiga adabsizlik qilganligini ayblagan. Buning bilan Xitoy va Angliya munosabatidagi oltin davr bir oz xunuklashgan. Seshanba kuni Buckingham sarayida o'tkazilgan bir ziyofatda
ayol podshoh bilan London soqchi amaldorining Xi Jinpingning ziyorati haqida qilishgan so'zlari sinig'a ilingan. Bu soqchi amaldori ayni vaqtda amonlik ishlariga mas'ul bo'lgan. Ayol podshoh uningga Xitoy amaldorlarining Angliya bosh elchisiga adabsizlik qilganligini aytgan. Soqchi amaldori meningchimi intayin adabsizlik bo'ldi, diplomatiya qoida usullariga uyg'un bo'lmadi degan. Angliya muhofizat gazetining xabar qilishicha, Xi Jinping Angliyani ziyorat qilgan vaqtda tilga olgan oltin davr yaqinqi bir necha oyda xunuklanishga boshlagan. Buningga asosligi Hong Kongdagi kitobxona xodimlarining tutqun qilinishi keltirib chiqargan jiddiychilik, Xitoyning Janubiy dengizdagi orol yasash faoliyatlari qatorliqlar ta'sir ko'rsatgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi chorshanba kuni bu haqda so'ralganda javob berishni rad qilgan. Amerika harbiy paraxoti 3-qitim erkin yurish qildi. Amerika armiyasining bir paraxoti seshanba kuni Janubiy Xitoy dengizidagi Ferry Cross orolining atrofida charlash elib bordi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi buningga norozilik bildirdi. Amerika Mudofaa ministrligining bayonotchisi Bill Urbanning bildirishicha, Amerika boshqarilgan bomba qo'g'lug'uchi paraxoti William Lawrence'ni avatib, Ferry Cross orolining 12 dengiz mili doirasi ichiga kirib charlash elib borgan. Bu harakatning maqsadi Janubiy Xitoy dengizida egilik huquq talab qilayotgan bir qism davlatlarning chekidan oshgan tashabbuslariga jang e'lon qilishgan. Amerika o'tgan yil 10-oyda tunji qitim bir harbiy paraxotni separatli orollaridagi Xitoy egilik huquq da'vo qilayotgan orollarning suv tabarligiga avatgan ekan, bu yil 1-oyda yana bir harbiy paraxotini avatgan edi. Bu Amerikaning 3-qitim Janubiy Xitoy dengizida Xitoy egilik huquq talabi qilayotgan orollarning atrofida charlash elib berish hisoblandi. Xitoy mazkur orolda 3000 metr uzunlikda aeroplanning uchish yo'li yasagan. Amerika Xitoyning bu oroldagi aslihalardan foydalanib, texmo ko'p egilik huquq talabi qo'yishidan andish qilgan. 2015-yilning oxirida orolda aerodrom qurilishi boshlangan. Bu yil 1-oyda uchish siniqi elib berilgan. Ayni vaqtda Amerika buningga kuchlik andishisini bildirgan. Vyetnam va Filippinmo ko'p qitim norozilik va ogohlantirish bergan. Mutaxassislarning bildirishicha, Ferry Cross orolining o'rni intayin sezgir bo'lib, bu orolning Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida harbiy faoliyat elib boradigan markazi bo'lib qolish ehtimolligi bor ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lu Kang seshanba kuni buningga inkos qaytirib, Amerikaning Lawrence nomli qo'g'lug'uchi paraxotining Xitoyning ruxsatini olmasdan qonunsiz holda Xitoyning Nansha taqim orollaridagi aloqador orollarning atrofidagi dengiz tavalligiga kirganligini aytgan. Kanadadagi o't 2 haftada kontrol qilinmadi. Kanadaning Alberta o'lkasida yuz bergan o'rmon o't ofati davomlashayotganiga 2 haftadan oshdi. O't texi kontrol ostiga elinolmadi. Kanada bu o't ofati sababli uchirgan ziyon allburun 7 milliard Amerika dollariga yetgan. 1-may Albert o'lkasining shimolidagi Fort McMurray shahridagi o'rmonlikda o't ofati yuz bergan. 4-yil shaharlik hukumat majburiy tarqoqlashtirish buyrug'i tushirgan. 7-may o't texmi yamrab, o't ketgan ko'lam bir hassa ko'payib 200 ming gektarga yetgan. 100 mingga yaqin aholi tarqoqlashtirilgan. 1700 yurish imorat kuyib ketgan. Kanada doiralarining bildirishicha, o't hozirgacha kontrol qilinolmagan. Garchi yomg'ir yig'ib qolsa, o't o'chirishga yordam bo'lganligi mo'ljallangan bo'lsa-mu, lekin buning yetarli bo'lmaydiganligi ilgari surildi. Alberta o'lkasi Kanadaning neft sanoati markazi bo'lib, bu ofat Kanadaning neft sanoatiga g'oyat zo'r ziyon solgan. Alberta o'lkasidagi neft zapas miqdori dunyoda 3-o'rinda bo'lib, faqat Saudiya Arabiston va Venezueladan keyin turadi ekan. Mo'ljallanishicha, bu o'lka o't ofati sababli uchirgan ziyon allburun 7 milliard Amerika dollariga yetgan. 8-yilga qadar Alberta o'lkasidagi 1500 dan ortiq o't o'chirish xodimi, 130 dan ortiq tikuchar aeroplan va 14 o't o'chirish aeroplani o't o'chirish va tarqoqlashtirishga qatnashtirilgan. 11-may o't ketgan rayonda ziyorati bo'lgan Kanada bosh ministri Justin Trudeau o'rmon o't ofati sababli 2400 binoning vayron bo'lganligini bildirdi. Lekin u xalqarodan kelgan har qanday yordamni qabul qilmaydiganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmasi bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobiy Alloh topshirmas. Program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.